Do'stlar, ko'rdilaringni, baq ustoz bo'ladilar, 53 yoshdalar. Do'stlar, qaranglar, Sirdaryo, Yangi yerdanlar, o'zlari Koreya davlatidan yetib kelganlar, biznes o'rgangani. Koreya davlat ishlaridan ko'rdim videosini, keldim 17 kun bo'ldi, o'rganyapman. Opa, bir kunda necha pul topsa bo'lar ekan? 4 million indamay topsa bo'ladi. 4 million indamay topsa. Koreya davlatidan yetib keldi shuni ko'rib. Stanoyini oldingiz. Oldim. Uyga borib qilasiz. Qilaman. Bundan tashqari tomga lo'mbozni ham o'rgandingiz. O'rgandim. 53 yoshdasiz. Nima tavsiya berasiz uyda yotgan dangasalarga? Dangasalarga kelsin, o'rgansin deyman. Gap yo'q, eshitasizlar. Boqish uchun bu juda yaxshi bu imkoniyat. Qiynalmaydi. Yengil ish. Chet davlatdan borib, chet davlatning nonini yeb qiynalgandan ko'ra O'zbekistonga kelib 15 kun qiynaladi. Zato maza xotin bochaqasini boqadi. Gap yo'q. Eshitdilaringni, do'stlar, sizlarga katta motivatsiya bo'lish kerak bu narsa, chunki menga o'lyapti. Qaranglar, komplekt $900, mishalka stanoy qoliplarni yetkazib berishadi, o'rgazma bo'lishadi, обучениyasi ichida. Mana shu narsalarda do'stlar opamiz quygan ekanlar. Qaranglar, bunisini ham bu, nariyoq tomonga ham quyganlar, u tomonga ham quyganlar do'stlar. Xullas 100% o'rganib oldim deyapti. Uyga borib o'sha stanoyini olganlar, bu joydan priziga narsa qilib berishgan. O narada molxona bor ekan, bitta mol ham oldim bulardan qiziqib deyapti. Do'stlar, agar siz ham mana shu biznesni o'rganib 4 million, 120 million so'm do'stlar oyiga 100 million doxod qilmoqchimisiz? Opani gapini eshitdingiz do'stlar. Koreya davlatidan kelib o'rganilyapti o'sha 53 yoshdalar, ayol kishi. Siz nima qilib o'tirsiz? Keling o'rganing.